Xayrlagan oldi biz. Xayrlagan. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar, qadrdonlarim. Shu dom, mana shu manzara sizni hayotingizni O'zgartirdi. qancha gradusga o'zgartirib yubordi aka? 100 yillik 200 ham hech narsa emas. Shunchaki Siz shunday bo'lishini xohlab qiladingizmi? Nima bo'lishini xohlab qiladingiz aka? yo'q, hech narsani xohlamadim. Avvalambor Allohdan. Bu bir tasaddufiy narsa. Men bo'lmaganimda ham kimdir qilar edi buni, aniq. Chunki odamgarchilik yuzasidan biz baribir o'zbek, tojik va hokazo qardoshlarimiz odamgarchiligimiz juda kuchli. Shunday. Kim bo'lsa ham shu narsani qilar edi. Men bo'lmasam ham. Endi meni Alloh shunga yo'llabdi. Shunga yo'naltirgan. Men shuni saqlab qoldim. Bunda o'zim faxrlanaman. Malades aka, sizdek odamlar ko'paysin aka. Shunday. Mana shu dom sizni hayotingizni bir umrga o'zgartirib yubordi. Xarobadan chiqqan millioner, wow, men bo'lib qoldim-da, shunisini bilaman. Shunday aka, o'zidayoq xursand, hamma bu yerda akani tabriklab, bir boshqacha tushgandi. Men o'zim ham hozir keldim. Konsulsiyaga chaqirdi bizda, konsulsiya o'zini surprizi bor ekan akaga. Shunga ketyapmiz aka bilan birga. Bu yoqda emotsiya o'zgacha olam. Uyimdagi bo'layotgan tasavvurni men hech kimga tasavvur qilib bera olmayman. Chunki prezidentimga minnatdorchilik bildiraman. Shunchalik meni qo'llab-quvvatlayotganiga mingdan ming rahmat prezidentimga. Umrlari uzoq bo'lsin.